Angliyada yurgandan keyin o'zbek odam xohlasa ham, xohlamasa ham O'zbekistonni Angliya bilan solishtirib ko'rar ekan. Albatta solishtirish o'zi aslida unchalik to'g'ri kelmaydi, lekin kuni kecha meni bir yangilikka ko'zim tushib qoldi va men sizlarga hozir uni qo'yib beraman. Undan keyin esa o'zimni fikrimni davom ettiraman. Toshkentda ko'p qavatli uy xonadonlarining eshiklarini tortib ochishga va xonadon ichkarisini eshitishga harakat qilgan shaxs 5 sutkaga qamaldi. Bu yangilik meni to'g'risi hayron qoldirdi, sababi 2 kun avval xuddi shunga o'xshagan yangilikda Angliyada ham men ko'rib qolgandim va men sizlarga hozir o'shani qo'yib beraman. Undan keyin eng so'nggi fikrlarimni aytaman. Last month, 26-year-old Dominic Bullock was prosecuted for continuously staring at a woman travelling on a train from Reading. He was found guilty of causing intentional harassment, alarm or distress and sentenced to 22 weeks in prison. Metroda bir kishi bir ayolga uzoq vaqt termilib qarab turganligi uchun 22 haftaga, ya'ni 5,5 oyga qamoq jazosini belgilashdi va undan tashqari bir necha oy davomida tarbiyalash koloniyasida ham ushlab turishdi. Va shaxsiy men uchun ham jamiyatimizda sal xavfsizroq yashash uchun, ko'ngil to'qroq yashash uchun sal jazoni jo'stkroq qilgan yaxshiroq deb o'ylayman. Siz nima deb o'ylaysiz?